Bu yurtlarda ocharchilik bo'lganga o'xshaydi. Qo'rqamanki, bu taomni iste'mol qilgimiz kelmayapti. Gubernatorlar stoli. Ularni urf-odat va mehmondorchilik, yurt mehri va yurtning ahvolini tushuntirib bergan holatda hosillarni mana shu stolga joylangan ko'rinishi bo'lishi kerak. Lekin bizni stolda mayda-chuda go'sht bo'laklari turibdi. Bunga erkak zotini qorni to'ymaydi. Gubernator bo'la turib, mehmonlarga bo'lgan hurmatingiz shu bo'lsa, bizni hurmat qilmayotganga o'xshayapsiz-a? Bu yerga axir qirol buyrug'i bilan birga kelgandik. Nima bo'layotganini tushuntirib ber. Gap shundaki, kecha oshpazlarimiz qochib ketibdi. Yangi oshpazlarimiz vaziyatni to'g'ri baholay olmaganga o'xshaydi. Meni ma'zur tutinglar, janoblar. Bu muammoni qanday bo'lganini bilmay qolibman. Shunday ekan, meni shaxsan uzurimni qabul qiling. Bunga ko'z yumib bo'lmaydi. Qanday qilib bizni bunday yerga urishingiz mumkin? Unda boshqa narsa taklif qila olasizmi? Boshqa narsa nima ekan, janob? Bilaman, hech nimani o'zgartirib bo'lmaydi. Lekin sizga bu taomlarni tayyorlab bergan oshpazlarni shaxsan o'zim jazolayman. Iltimos, jahl otidan tushinglar. Juda qiziq, nimani o'ylab qo'ydingiz? Hoziroq oshxonadagi hamma ayollarni bu yerga olib kelinglar. Xo'p, bo'ladi, janobim. To'g'ri, qo'yib yuborishsa nima qilishni o'ylash kerak. Bu yerga qanday kelib qolganimni bilmayman-u. Lekin qo'l qovushtirib o'tira olmayman. Sen nima qilyapsan? Ha, xonim, tekin ovqatni ko'rdingizmi? Solib oling. Qani ularni olib keling. Xo'p, bo'ladi. Yo xudoyim, yana nima bo'ldi? Bu safar nima endi? Yo xudo, nimalar bo'lyapti o'zi? Qo'yib yuboring. Biz nima qildik axir? Bizni afv eting, janob. Afv eting. Mehmonlarga tayyorlangan bu taomlar bizni yurtimizda pishgan mevalar va sabzavotlardan tayyorlangan bo'lishi kerak. Lekin siz bugun stolimizga bir necha bo'lak go'shtlarni solib beribsiz. Hech narsani tushunmadim. Bu aybingizni kechirib bo'lmaydi. Shunday ekan, barchangiz jazolanasizlar. Ular hatto tegishmabdi ham. Bahona qidirishyapti. Kechirasiz-ku, lekin tanqid qilishdan avval tatib ko'rdingizmi? Agar yo'q bo'lsa, ayblovingiz bekor. Stolingiz ustidagi taom tabiatning ne'mati. Qo'llaringiz juda ham betga chopar ekanmi? Bizni tabiatni ifodalab beradi demoqchi bo'lyapsanmi? Ha, xuddi shunday. Xo'sh, qanday ekan, tushuntirib ber. Bema'ni gap aytsang, badal to'laysan. Sovib qolsa mazasi o'zgaradi. Yeyishga ko'ndirish kerak. Janob, mazasini bilish uchun tatib ko'ring, iltimos. Shundan keyin hammasi hal bo'ladi. Buyruq berishga qanday hadding sig'di? Buni qarang-ku. Gubernator biz uchun qiziq tomosha tashkillashtirganga o'xshaysiz-a? O'z tayyorlagan tomoshamni sizga ham ko'rsataman. Eshitdinglar? Ha, janob. Mehyon! Otajon! Mehyon! Bunga qanday haddingiz sig'di? Bunga nima deysiz, gubernator? Meni sovg'am sizga yoqyaptimi? Agar u rost gapni aytgan bo'lsa, bu taomlarni iste'mol qilgandan keyin qasringizni tark etamiz. Aks holda nabirangizni o'zim bilan olib ketaman. Xon, meni qarorim qirol buyrug'i demakdir. Bu Shayxon nazoratchisimi hali? Imsonje, qirolning sobiq yugurdaklaridan. Sen beodob kibrga berilgan bola. Qirol senga shunchalar ishongan bo'lsa ham, u kabi buyruq berib, nabiramni bu yerdan olib ketishga hadding sig'maydi. Inson sifatida u